Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Jayzu. Bugungi videomizda biznesmen hayoti 4-qismini olamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Mana bolalar o'tgan qismda mana bu uyni sotib olib rivojlantirdik. Mana bitta do'kon ham sotib oldik bolalar. Mana hozir to'xtanglar. Mana bolalar kalitni oldim. Endi salom sotuvchi. Salom. Xo'sh, pul yig'dingmi? Ha. Qani ko'ramiz bolalar. Bolalar $5000. $6900 bo'ldi. Молодец, ishlayver ukam. Mayli. Bolalar juda shamollab juda deyman. Shamolladim men. Bilmadim nimagadir birada yomg'ir ham yog'yapti. Nima bilmayman. Salom sotuvchi. Salom. Bolalar yaqinda 200 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun katta yordam beringlar bolalar. Xo'sh, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hali bundan ham zo'r videolar oldinda. To'xtanglar, mana qoldiramiz ham. Xo'sh, mana bunaqasiga qilsam. Mana bunaqasiga qilamiz. Mana. Qo'yil. Nima qo'yilmayapti? Mana. Mana shunaqasidan bitta o'tiradigan qilamiz. Kichkina. Mana qilsamchi. Yetsa bo'ldi. Bitta yetmas ekan. Mana shuni olamiz. Xo'sh, bo'ladimi obunachilar? Qani, uyim chotkim. Mana bitlarni tuzatib oldim. Uyimizga borib ko'raylik. Qani suvga sakrasam yo'qsa qaramayman. Bugun qanaqadir biznes qilish kerak bolalar. Вообще bor nimadir yoqmayapti. Уже ketdi. Qonim ochib qoldi. Mana sotib olmoqchi edim men. Mana sotib olaman. Ketdi. Mana ki oldi. Bolalar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Salom sotuvchi. Salom. Mana bu ante polis sotib olmoqchiman $850. Mayli. Hozir mana pulini qo'yamiz endi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 100. Bundan bitta olib, bundan qo'yaman. Qo'ydim. Mayli. Mana endi u bizaniki. Oldin do'konga borib kelaylik. Bitta nima olasiz deysizlar. Mana kirib olib bitta mana sotib olamiz. Olmosli $400, temirli $200. Bitta temirlidan olamiz. Pulini pastda to'laymiz. Sotuvchi mana oldim bitta
Qara bu yoqqa. Mana bunda bitta oldim. Qo'yib ketaman sandiqqa pulini. Mayli. Endi buni qoch. Yo'qol. Mana qo'ydim sotuvchi. Mayli. Endi ketdi. Buni olamiz bo'ldi. Bolalar kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Yaqinda 200 ta boramiz, keyin 300 ta, 400 ta, 500 ta. Shu bilan 1K ga boramiz bolalar. Mana shu videomizni 1K prosmotr qilinglar bolalar. Вообще 1K bo'lmayapti videolarimiz. Boshqasini olvarmi? Bu $700. Endi qo'yamiz. Hech qisi bo'lmasa kerak. Mana ustimga kelib olib boshqasini olvarmiz. Mana bitta yuzaniki. Bundan qo'yib endi mana olamiz. Lekin videolar qanaqa bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Bitga sabzi ekamiz. Bu 2 qatorga sabzi, narigi 2 qatorga nimadan qo'yamiz? Nima edi? Somon. Bularni hammasi o'sib turgan ekan bolalar. Tushib ketmadim. Mana bu yoqqa sabzi ekib yuboribman. 30 bitta edi. Yetar ekan. Bularni olamiz. Bularni olishdan nima foyda deysizlar? Bitta do'konimiz bor, o'sha yerga olib borib sotamiz bularni. Katta qo'yib kelaylik. Bir ikkisida sandiq yasab olaylik. 1-2 ta. Tilim kelishmay qoldi. Qani endi sandiq. Mana ketdi sotib kelamiz. Ovqatlanib olamiz. Bittasini bitirishga ham 1 oy qoldi bolalar. 1 oydan kamroq. Mana sotuvchi yangi narsalar olib keldim. Mayli. Endi qayerga qo'yamiz? Bularni olib tasam bo'lmaydi. Mana bu yerga qo'yamiz. Sandiq kerak. Mana bitta sabzi. Buni oyligini ham berishga $50 oylik. Xo'sh. Sabzi necha dollar? Где-то bir 25, 50, 90, 100. Buni bir $5 sotamiz bolalar. O'zlarimizga ham foyda qolishi kerak baribir.
yana chiqib ketdim. Mana nima qancha deydi? $10. Mana. Mana bu yerga undan yo'q. Вообще-то hammasini mana bu yerga qo'yamiz. Hammasi shu yerda sotiladi. Mana oylik. Mana senga oylik. Mayli. Ketdi. Kechqurun ham bo'libdi bolalar. Endi uyga borib ertalabni kutish qoldi xolos. Mana ertalab ham tushibdi bolalar. Tepaga chiqib ovqatlanib olamiz endi. Ochil. Mana mazza qilib mana bu yerda o'tiramiz. Mazza qilib pitino yeymiz ertalabdan. Xo'sh, mana bolalar bugungi videomiz shu joygacha edi. Keyingi video chiqishini xohlasangiz, shu videoga 20 ta like va mana shu video 1k prosmotrdan o'tsin. 1000 prosmotrdan bolalar. Keyin 200 ta obunachi bo'lsa, o'shanda chiqadi 5-qismi. Biz bu videoni qachon tugatamiz desanglar, qachon biznesmen boy bo'lib ketamiz, o'shanda nima desam, bu video tamom bo'ladi. Hammaga xayr, obuna bo'ling, like bosing. Hammaga xayr.